Assalomu alaykum hammaga. 15-mart hafta kuniga yakshanba bugun. Rizvon tog' bozoridan video tayyorlayapman. Mana bu ikkita xo'rozchani 150 ming so'mga berar ekanlar ikkovini. Ikkita xo'rozcha. Mana bir juft g'oz ikkovini 500 ming deyaptilar. Kelishtirib berar ekanlar. 500 ming so'mdan g'ozlarning narxi shunday bo'libdi. Xo'sh, fabrikni tovuqchalar narxi 50 ming so'mdan. Tuxum tug'ib o'tiribdi, tuxum bor. Donasi 50 ming so'mdan ekan. Mana shu tovuqchalarni. Bozorga narx tushibdi. Narxlar arzon bo'libdi o'tgan haftaga nisbatan. Mana bu xo'rozcha 100 ming so'm deyaptilar, 80 minglarga beradilar. Qizil xo'rozcha. Yosh jo'ja dedilar. 1.50 da. Ana Muhsin aka oq kurkalardan olib chiqdilar. Bu safar qaralardan chiqarmabdilar. Qoni toza, sifatli kurka boqarlar, ko'p kishi taniydi bu kishini. Uylardan ham borib xarid qilsalaringiz bo'ladi. Narxlari 500 ming so'm, modalari 400 ming so'm. 450 ming so'mdan mana shu narx savdo qilingan o'zi. Baraka qildi o'zi 450 ming so'mga berdilar. Jo'ja kurka, yosh katta kurkalar emas. O'tgan yilgi jo'jalar. O'zi aftlari qizarib kelgan modalarni ham tuxum qo'yishni boshlagan. Tuxumga kirgan o'zi. Borib bemalol uylardan xarid qilib olsalaringiz ham bo'ladi. Telefon raqamlarini qo'yaman pastiga. Mana akvarium baliq, papuga qushchalardan kanareyka so'raganlar uchun mana videomiz. Shuhrat akaning nomerlarini olib qoldim. 200-300 tadan ziyod qushlari bor uylariga, akvariumlar bor, baliqlarning har xilidan bor. Chiroyli qushchalar bor, o'zlari par qilib, chiroyli qilib saqlab beradilar, qafaslar. Hammasidan bor bu kishiga. Xohlagan razmeringizga qafas, xohlagan razmeringizga akvarium. Baliqlar har xil zoti, qushchalar har xil zotidan bor, idishlari, vitamin dori, ovqatlari hammasidan bor. Bemalol pastga raqamlarini qo'yaman, telefon qilib, o'zlari bilan bog'lanib, gaplashib olishlaringiz mumkin. Shuhrat akadan. Qushchalarning donasi 75 mingdan ekan. Parodasiga qarab bu ham albatta. Baliqchalarning narxi 5 ming so'mdan 20 ming so'mgacha bor ekan. Suv idishlaridan vitamin ovqatlari, dorilari hammasidan sotadilar. Qafaslari, har xil qafaslari ham bor. Kim qiziqqanlar bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, telefon nomerlarini qo'yaman, telefon qilib olishlaringiz mumkin so'rab. Qancha qilib berasiz? Paroda quyonlardan so'raganlar uchun parodalik mana quyonlar kelgan, baron, lander, gibrid, vilkan. Mana bu zot nima edi, zotini bilmayman. Yo'q, quyonni uncha zotini yaxshi tushunmayman. Telefon nomerlarini qoldiraman, uydan ham sota ekanlar, bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. $100 mana baronni aytdilar, 1 million 200 dan gibridni aytdilar. Bachachalarni 100 ming so'mdan deyaptilar. 35 kunlik bachalari 3 oyga
o'zi kattasiday bo'layotgan, onasi qator bo'layotgan. Bemalol bog'lanib, telefon qilib xarid bo'ladi. Vaksinalar qilingan, quyonchalar garantiya. O'rgatadilar qanday boqishni, qanday parvarishlash kerak, qanaqa emlashni olish kerak tushuntiradilar.